Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Samarqand viloyati Narpay tumani Obihayot MFI'da 51-45 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda lova ekilgan, maydoni 10 gektar, uzunligi 250 metr, bo'yiga 400 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar to'liq unib chiqqan, hosilga kirib gullash jarayonida ketyapti. Ekinlarni yetishtirish 90-95 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 35 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jalik o'rtacha 25 sotix maydon to'g'ri keladi. Loyiha samarga amalga oshirish uchun lider tadbirkor Narpay Agro Export Fruits biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2 tonna, jami 20 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.